Mart oyining oxiri. Ali 13 yoshda. Oh, yana darajam ko'tarildi shekilli. Men ham eng yuqori cho'qqiga yetdimmi deyman. Ha, bunday muammoga duch kelamiz deb o'ylamagandim. Akademiyadagi birinchi yilimizni o'zidayoq 13 yoshimizda mendan tashqari hamma eng yuqori darajaga yetdi. Bunga sabab iblislar qirolining yerdagi barcha maxluqlarning darajasini oshirib yuborgani bo'lsa kerak. Natijada hammamizning darajalarimiz oshdi. Bu dunyoning muvozanati buzilayotganini yana bir isboti. Voy, o'g'ayni. Demak, shu yerda qotib qolamizmi? Yo'q. Bizni hal qiladigan ishlarimiz bor. Boshlanishiga hamma o'zining qo'shimcha mahoratdan foydalanishni o'rganadi. Shuningdek, kuchliroq qurol va anjomlar topishimiz zarur. Juda ham o'rinli gap. Lekin maxluqlarni yengib darajamizni oshira olmasak, ilhomlanish qiyin bo'lar ekan. Bu hali oxirgi chegara emas. Bu chegarani buzib o'tish yo'lini topamiz. Men avval daraja chegarasini yorib o'tish mumkin bo'lgan o'yinlarni o'ynaganman, lekin o'z shartlari bor. Urushga qo'shilishimizga hali 2 yil bor. Ungacha hayotsiz jamoani eng qudratliga aylantirishim shart. Aprel keldi, bahorgi ta'til ham tugadi. Taxminan 2600 nafar o'quvchi keyingi bosqichga o'tdi. Yuqori sinfga o'tganingiz bilan sinf tarkibi o'zgarib qolmaydi. Ammo safimizga qo'shilgan yangi o'quvchilarni ko'rishimiz mumkin. Kiravering.もしも子供に戻れたら全身全霊努力で限界突破一つでも何かが違えばここには来れなかったかもしれないなもう満体超安定不安はないわけがないけどみんなの簡単より僕だけの難しい害配られたカードの生かし方が足がと生まれ方は選べないけど生き方は選べるぜまるでもない罰でもない三角でも四角でもないまだ名前のないこの日々をもっと愛したい剣でもない盾でもない魔法でも夢でもないその輝きで僕を僕にしてくれてありがとう守りたいもう愛してるも好きも全部ここに生きること全部使おうここで生きていこう Bular elfmi, rostdanmi? Bular yangi o'quvchilar. Ikkita elf hamda bitta dvarfga o'xshar ekan. O'zingizni tanishtiring. Hammaga salom. Men Rozenheim, elflar qirolligidan keldim. Ismim Sofiyalon. Sofi deb chaqirishingiz mumkin. Barcha bilan tanishganimdan xursandman. Mening ismim Volmer. Men Malika Sofiyalonning tansoqchisi bo'laman. U taxt vorisi bo'lgan elflardan. Malikami? Terasini tiniqligini, elflarni hayotimda birinchi marta ko'rishim. Menga qarayaptimi yoki qora sochimga qarayaptimi? Agar ustimdan kulsa adabini beraman. Yaxshi. Endi esa navbat menga. Ismim Meroru, Bakoyas imperiyasidaman. Yoshim 13 ta. Sizlar bilan tengman. Tanishganimdan xursandman. Judayam yoqimli ekan. Juda shaddod ekan. Bu dunyoda bundaylarni ko'rish g'alati. Voy Ali, jamoangda 5 kishi bor, to'g'rimi? Bu yangilarni ham ola olasanmi? Biz bajonidil rozi bo'lardik. Mayli, kelishdik. Tushlik paytida ular bilan batafsil gaplashib olaman. Yaxshi. Ularni jamoamizga olamizmi? 5 kishi o'rniga 8 kishi bo'lamiz. Tajribalar o'zgarmaydi. Shuning uchun men qarshi emasman. Tanishganimdan xursandman. Men Allenman. Hayotsiz jamoani sardori bo'laman. Bizning jamoa har kuni zindonga tushadi. Bu sizlarga muammo bo'lmaydimi? Aslo yo'q. Meni iqtidorim ruhlar sehrgari. Volmarning iqtidori esa kamonchi. Ishonasizmi yo'qmi? Menda Talos generali degan juda kamyob iqtidor bor. Ruhlar sehrgari va Talos generali bu haqda umuman eshitmagan ekanman. Lekin rostini aytsam, ba'zi sabablarga ko'ra mendan unchalik ham ko'p foyda tegmaydi. Lekin men kuchliroq bo'lishni xohlayman.
Eng yomon holatga tayyorgarlik ko'rish uchun 2 yil vaqtimiz bor. Tushundingizmi? Tushunarli. Ular ham iblis qiroli bilan bo'layotgan jangdan xabari bor. Xavotir olmanglar. Biz bir-birimizga kuchliroq bo'lishga yordam beramiz. Demak, kelishib oldik. Bizning hayotsiz jamoaga xush kelibsiz. Rahmat. Qabul qilganingiz uchun rahmat. Allen. Direktor, sizni bu yerda ko'raman deb o'ylamagandim. Safiyonadan xabar olgani kelgandim. Demak, u sizdan ham nufuzliroq ekanda. Ikkalamiz ham oliy elf bo'lishimiz mumkin, lekin Safiyona qirollik a'zolaridan. U menga oddiy direktordan ko'ra muhimroq shaxs. Mavqelar o'rtasidagi tafovut. Volmar qo'riqchi bo'lsa ham jamoa sardori sensan. Uni himoya qil. Allen, xo'p bo'ladi. 4 kundan so'ng. Yangi a'zolarning barchasi uyimizga ko'chib o'tdi va biz ziyofat uyushtirdik. Do'st ekanmiz, endi rasmiyatchilikni yig'ishtirib, men senga o'tsak qanday bo'lar ekan? Men qarshi emasman, janob Ali. Janob, Qani, ovqatga marhamat. qani oldik. Ey rozin ruhlar hukmdori, bizga inom etgan saxiy ne'matlaring uchun shukrona aytamiz. Hozir siz ruhlar hukmdoriga ibodat qildingizmi? Ha, biz hammamiz ruhlar sehrini bergan ma'bud Hazrat Rozinga talpinamiz. Biz har kuni Hazrat Rozinga ibodat qilamiz, toki u ruhlar ma'budiga aylansin. Juda ham qiziqarli. Sen ibodat qilmaysanmi, Miruru? Yo'q, Digragni bizga bunga ehtiyoj yo'qligini aytgan. Digrak kim bo'ldi? Biz dvarflar zindonlar xo'jayini deb talpinadigan iloh. U barcha zindonlarni ham boshqaradi. Va yana biz dvarflar yasaydigan sehrli anjomlarning barchasi Hazrati Digragnining ixtirolariga asoslangan. Wow, unda unga ancha narsa qarzdor ekanmiz-da. Demak, ushbu kubni ham dvarflar texnologiya asosida yasalgan. Siz va do'stlaringiz qaysi ma'budga talpinasiz, janob Ali? Haligi ochig'ini aytsam, men bu yerda meni yagona bo'lgan yaratuvchiga ibodat qilaman. Faqat yaratganga ibodat qilganim uchun ushbu qismlar ham juma kuni chiqyapti. Boshqa mavzuga o'tsak, uchalangiz ham bedarajali zindonga kirmoqchimisiz? Biz ham ular bilan boramizmi? Yo'q, men yozgi ta'tilgacha A darajali zindonlarni zabt etib tugatmoqchiman. Shunday qilib ham A darajali ham B darajali zindonlarda yuramiz. Bu qanday bo'ladi? Jamoani shunchaki ikkiga bo'lamiz. Dogora va men B darajali zindonlar uchun jamoaga qo'shilamiz. Bizning maqsadimiz ularning darajasini oshirishga yordam berish. Shu vaqtda Krena, Cecil, Kill asosiy maqsadni A darajali zindonni zabt etishga qaratdi. Sizlar eng yuqori darajada bo'lsangiz ham, lekin sizlarga yordam berib turaman. Chaqiriq maxluq nima degani? Yaqinda bilib olasiz. Yaxshi, ertaga ro'yxatni yangilab, zindonlarga yo'l olishni boshlaymiz. Bu raqamlar qanchalik kuchliligimizni ko'rsatadimi? Chaqiruv rostdan ham ajoyib iqtidor ekan. Shoshma, Miruru biz bilan teng ekanligini ko'ryapman. Sen rostdan ham 48, u esa 67 yoshdami? Elflarni uzoq umr ko'rishiga e'tibor qilma. Razvedka va transport uchun maxluqlardan foydalanamiz. Chiqinglar, Mariya guruhi, Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Frenlar guruhi. Yo tavba, birdaniga paydo bo'lishdi. Demak, chaqiruvning kuchi shu ekanda. Iqtidoringiz juda ham mukammal, janob Ali. Rahmat. Yaxshi, unda ishni boshlaymiz. Ha? Volmar. 高級 Bir zarba bilan qulatdi. Voy, jin ursin. Yaxshimisan, Miruru? Buni menga qo'yib bering. Yesu ruhi bizga o'zingning shifobaxsh inoyatingni ato et. Ruhoniy yoki sehrgarlarning afsoni kabi kuchli bo'lmasa-da, ruhlar sehri shifo va yordam berishda juda ham ajoyib hisoblanadi. Shuning uchun orqangizni himoya qilishni bemalol ishonavering. Kechirasizlar, bolalar, shunday foydasiz bo'lishni yomon ko'raman. Ajdarni qiymalab tashlash men uchun oson, lekin avval golem bo'lishi kerak. Yo'q. Bu juda ham ta'sirli. Golemlar. Balkus imperiyasini shu paytgacha iblislar bosqinidan qutqarib kelganining asosiy sababi shu. Eng asosiy qurolingizni begona davlat olib ketishni istamasangiz aldab bo'lmaydi. Ikkalangiz rostdan ham dahshatli kuchsiz, janob Alin va Dagora. Agar bitta maydonda xizmat qilsak, ko'nglim to'q bo'lardi. Qayerga borishimizni davlat rahbari hal qilishi bu biroz achinarli holat. Aytgancha, nega meni janob deb chaqiryapsan? Tushuntirmaganim uchun uzr.
Buning sababi siz Hazrat Rozin o'z bashoratida aytib o'tgan insonsiz. Bashorat? Ruhlar hukmdori anchadan beri chuqur uyquga ketgan. Ammo 10 yil oldin uni pichirlashni eshitib oldik. U markaziy qit'aning janubiy chekkasida tug'ilgan qarg'a misol qora sochli bir yigit haqida bashorat qildi. Va uning barcha ko'rsatkichlari past bo'lishini aytdi. Demak, u tushida alaqsiragan. Bu bashorat edi. Sizga va chaqiriq maxluqlaringizga ko'zim tushishi bilanoq bu bashoratning haqiqat ekanligini anglab yetdim. Hazrat Rozin yana shunday degan edi. Qora sochli inson osmonda raqsga tushib, nurni to'sadiganlarning ustidan g'alaba qozonib qad ko'taradi va butun dunyoni zulmatdan xalos etadi. Menimcha bu safsata. Omad, lojin ko'z uzoqni ko'rish. Iyul oyining oxiri. Hamma orqaga tursa, men qo'shimcha mahoratimdan foydalanaman. Buyuk elementlar. Genozman, buyuk yer ruhi. Ruhlar hukmdori bilan tuzilgan shartnomaga asosan moddiylashdi. Gno, bu yovuz maxluqni yo'q qil. Ajoling bilan yuzlash. Buni amalga oshirish uchun darajam yetarli bo'ldi. Bunga yordam berganingiz uchun rahmat. Kuniga bir marta ishlaydigan mahorat bo'lsa ham, bu rostdan ham ajoyib ekan. Bo'lmarda ham shunaqasi bor. Menda ham bor, faqat go'lim kerak. Men o'zimnikini malikani xavf ostida qolganda ishlataman. Shunday qilib bizning va yangi a'zolarning yozgi ta'tili boshlangunga qadar 3 ta B darajali va bitta A darajali zindonni yengishga muvaffaq bo'ldik.